अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, Allah'a hamd ve senalar bolsun. Bugün Vifakul Madaris Arabiye Pakistan'ın imtihanının ahirgi günü. Bugün Allah'a hamd ve senalar bolsun. Bugün ahirgi gün. Talabalar her qaysi namaz o'qishni boshlab turibdi, namoz o'qiyaptir. Bir 10 daqiqa taqriban qolgan. 10 daqiqadan narmagan hech kim eshikka chiqmaydi, hammasi ishga to'xtab turadi. Bu masjidning ichida ul bachalar, ayol qizlar uchun, bu yog'i qizlar uchun qizlarga parda ham tutgan. Buna bu yog'i bu haymanın ichiga non beradi, çay beradi balalarga. Ana vaqt riyoishlari. Ana vaqt riyoishlar taqindan bir riyoish soz bo'lyapti maşallah. Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Taqriban bu madrasa Turkistoni Mufti Niyaz Muhammad Af Turkistonining madrasasida taqriban 1000 talabalar muxtalif darajada, muxtalif okulda ta'lim olayaptir. Ta'lim ostida bu Türk millatiga bir juda ham sevinchlik. Türk millat yana ham duo qilsin. Alloh taolo bu madrasaning o'z lutfu karami bilan taraqqi bersin. Amına bu tövbedeki menzilden talabalar ham tushib kelyaptir. Bu riyoishi. Mana bu masjidning ichida imtihon beradi hali. Necha daqiqa qolibdi? Bir 7 daqiqa, 8 daqiqa qoldi. 7-8 daqiqadan narmagan talabalar so'nggi ishga chiqa olmaydi. Har qaysi duo qiladi. Atalıqcan bizga duo qiling, yaxshi number alayıq deb. Ustoz va manzilay voqean otaday bo'ladi, balki otaning muqobiliga ustozning ulamolar tarjih bergan. Tarjih shu sababdan berganki, taalluq oxiratga bor, ota taalluq dunyoga bor. Taalluqi oxirat dunyoning taalluqidan behtar bo'ladi. Shu sababdan ustozning taalluqi behtar bo'ladi. Maşallah, maşallah. Allah talabalarga xayr barakalar bersin. Maşallah, Allah talabalarni kamyob qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.